Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Bugun ikkita joydan ish chiqaramiz. Birinchi ish bilan tanishtirsak, bu Imtiz traktor va Babketda bo'ladi. Ish Podmoskva Domodedovoda joylashgan. Ish asosan magazinda atrofini qorlardan tozalash, ya'ni shu Imtiz traktor bilan Babketda oylik okolat 120 ming rubldan plus patentni firma o'z hisobidan to'layveradi. Ish ofitserni oyliklar o'z vaqtidan beriladi. Kerak bo'layotgan dokument rossiyskiy pravoiz bilan patent bo'lishi kerak. Bu ishda plus tomoni unchalik sizdan opit talab qilinmaydi. Ya'ni opitingiz o'rta hol bo'lsa ham bemalol borib gaziga bosib ishlayverasiz. Ish bo'yicha nomerni pastga Sodirjon aka nomerlarini qo'yganman, ya'ni o'zlarini yonlariga chaqiryaptilar. Yana qaytarib o'taman, bu ishga bitta Imtiz traktoriga va bitta Babketga odam kerak. Shu Sodirjon akaga bog'lanib borib ishni boshlayverasizlar. Ikkinchi ishimiz Imtiz traktorga bo'ladi. Bu ish Moskvada joylashgan. Bu ish ham magazinda oylik okolat 130 ming rubldan faqat 130 ming rubl oylik beradi, boshqa hech narsa bermaydi. Bu ish ham ofitserni oyliklar o'z vaqtida beriladi. Kerak bo'layotgan dokument rossiyskiy pravoiz va patent обязательно bo'lishi kerak va optis ham bo'lishi kerak. Aytgan ishlarimni barchasiga turdovoydagor bilan ishga oladi. Bu Imtiz traktor ish beruvchini nomerini ham kommentariy va описаниyaga yozib qoldiraman. Rimma degan rus ayol kishi bo'ladi. Aytib o'tgandek, pastki kommentariy va описаниyaga Sodirjon aka va mana shu Rimma degan rus ayolning nomerlari turibdi. Nomerlariga bog'lanib bemalol borib ishni boshlayverasiz. Keyin prava bo'yicha nasib yanvar oylariga ekzaminga zapislar boshlanadi. Agar sizga spesitexnika va traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, har doimgidek pastga WhatsApp nomerini qo'yganman. Shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Prava ekzaminlariga 100% yordam qilamiz va prava bazasiga 100% kafolat beramiz. Keyin pastki kommentariy va описаниyaga har doimgidek traktorchilar Telegram gruppasi ham bor. Albatta obuna bo'ling. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.